Hali hech kim yashamagan под ключ uyimizda barcha mebel texnikasi bilan sizlarga sotuvga qo'yilyapti. Dokumentda 2,2 sotuq ekan, asli o'zi 2,5 sotuqga joylashgan deyaptilar. 4 ta xonasi, podvoli, 2 ta sanuzeli bor, bitta oshxonasi bor. Sizlar bilan shuni obzor qilamiz hozir. Lekin men anchadan beri bunaqa chiroyli, bunaqa did bilan qurilgan uy ko'rmagandim. Qani bo'lmasa, marhamat. Darvozaxonadan kirishimiz bu yoqqa bemalol bitta mashina sig'adi, bu yoqqa tapchan qilishgan, bu yoqqa qo'l yuvish uchun rakvina ham joylashtirilgan. Bu yoqdan podvolga tushsangiz bo'ladi. Podvolimiz katta yaxlit yerto'la qilingan. Xo'p, endi ichkarini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Sizlar esa laykni bosib, qadrdonlarga joylashib turinglar. Uyga kirib kelar ekanmiz, chap qo'lda ayollarimiz uchun maxsus oshxona, mebellarni ham boplab qo'yishibdi. Mebel texnikalari ham qoladi. Xo'p, o'ng qo'limizda mehmon kutish uchun mehmonxona kattagina, lustralar ham chiroylisdan qo'yishgan. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda umumiy sanuzel, yuvinish Xo'p, bu yoqda kattalar uchun spalni, shkaf, mebel barchasi joylashtirilgan qoladi. Bu yoqda yana bitta xonamiz keladi. Bu yoq bolalar uchun yotoqxona. Bu yoqqa o'tar ekanmiz. Bu yoq kattalar uchun yotoqxona bo'ladi. O'zini alohida yuvinish xonasi ham bor bu yerda. Bu yoqdan orqa hovliga chiqsangiz bo'ladi. Kichkinagina orqa hovli qoldirishga havolanib turish uchun. Uyimizga yoqqan bo'lsa, bitta laykni bosib qo'yasizlar. Qadrdonlar, lokatsiyani tushuntiraman. Resividan kevorish, qo'yliqqa qarab keturganingizda chap tarafda Palinni keladi. Shu Palinda joylashgan uyimizda Tol Ariq mahallasi, Imom Azam masjidigacha mana ko'rinib turibdi, 100 metr. Xo'p, Oxbridge maktabi, bog'chalari joylashgan, shunda oldida joylashgan, gaz-svet hammasi bor. Narxini starti $125,000 deyapti. Yana kelishilgan joyi bor. Qiziqqan uchun pastdagi raqam bo'ladi, telefon qilaverasizlar.